Men Rasuli Xolidin, Afg'oniston fuqarosi, 2021-yilda O'zbekiston Respublikasiga o'qishga qabul bo'lindim. Bugungi kunda Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiya universiteti 4-kurs talabasiman. 2024-yilda esa Afg'oniston fuqarolarining o'qitish ta'lim markazida 6 oylik startap loyiha bo'yicha o'qidim. 6 oylikdan keyin 3 oylikka 50 talikka saralash bosqichida saralandim. Undan keyin top 15 talikka g'olib bo'lib, eng yaxshi biznes loyiha bo'yicha g'olib bo'ldim. Undan keyin men o'z faoliyatimni Taxtabozorda boshlab, bugungi kunda darvoza, rishotkalar ishlab chiqarishni boshladik. Hamda tunkafon sexini ham ish faoliyatimizni boshlab, sherigim bilan tunkafon sexini boshladik. Tunkafon sexida sherigim tunkafon ishlarini olib boradi, men esa hayvonlovchi ishlarni olib boraman. Xudoga shukr, daromadimiz ham yaxshi. Hozirgi kunda men sherigim bilan sexda arendaga olib birgalikda ishlatyapman. Startup loyiha bo'yicha $2000 ajratilgan pulga yangi texnologiyalarni olib, o'z shaxsiy biznesimni boshlamoqchiman. Darvoza romlari, eshiklar, panjaralarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz.